O'zbekiston bo'ylab dastavka uстановkalarimiz bor. Qoraqalpog'istongacha olib borish, o'rnatish, o'lchash xizmatlari ekan. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Hammalaring yaxshimisizlar? Mana yana navbatdagi high-tech fason darvozamizni Buxoro viloyat Buxoro shahriga olib keldik. Xo'p, darvozamizni materiallar haqida qisqacha tanishtirib o'tamiz. Darvozamizga ishlagan materiallar atroflari polni o'nlik shivellar. Ichidagi oltiga turlar 1.7 qalinlikda bo'lgan. Listlar 1.8 qavat, polni uteplit qilingan. Xo'p, bu joylari lazer yo'l. Xo'p, har doimgidek nerjivekalarni qo'yib berilgan. Şu Hilux zamok. Eshigini ochilishi nihoyatda yengil. Darvozamiz bir orqa qanotlarini ham ko'rsatib beramiz. Bu darvozamizning orqa ko'rinishi. Shu holatda bo'ladi, orqa ko'rinishi tekis holatida bo'ladi. Xo'p, bu darvozamiz razmeri eniga 280, bo'yiga ham 280 bo'lgan, 30 sentdan ikkovini dabnalchkasi bor, tepada 40 sent. Bu darvozamizga ishlagan 2 ga 2, 1.5 ga 1.5 hamma mayda detallar, hammasi 1.5 qalinlikda ishlagan. Xo'p, darvozamizning kraskalariga kelsak, shu avtomobilni devo kraska, avtomobilni lak, kraskadan oldin gruntovka sepilgan. Xo'p, bu matviy holatda bo'lgan. Shu darvozamiz bir katta qanotlarni ham hozir ochib yopib beramiz. Darvozamiz tashqariga ochiladi. Ichkarida imkoniyat yo'qligini hisobiga tashqariga ochamiz. Bu darvozamizdan kimga kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab dastavka uстановkalarimiz bor. Qoraqalpog'istongacha olib borish, o'rnatish, o'lchash xizmatlari ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Sog' bo'ling.